Xudo olsa mana sentimental ekan mashinamiz keldi. Qoraqalpog'istonlik klientimizniki. Ozgina kirlari bor ekan. Xudo olsa klientimiz kelgancha yuvib, chiroyli qilib moykaga topshiramiz. Hozir bir qator haydab tekshirib olamiz. Kansini ishlayapti. Monitor ishlayapti. Bismillah. Hemen sinyal. Bunlar yumshoq elektron parchalarga gap yo'q. Tormozlariga mana shu biz kichkinagina bo'lganmiz. Hozir bir qator yuvib, chayib, klient kelgancha egasiga topshiramiz, xudo olsa. Yana kimga shunaqa sentimental aka deysizlarmi, samotsval deysizlarmi, shassini o'zi deysizlarmi? Bemalol Delta Avtomotorsga tashrif buyurib, o'zlaringiz mashinangizni bron qildirib, xudo olsa chiroyli qilib olib ketishlaringiz mumkin.